Qizlar, qalaysizlar? Kecha tishlarimni oqartirib keldim. Bugun yana bitta protsedura. Shirinni mana joyimga get ready qilibdi. Shuning uchun biz bugun kiyim bilan get ready qilamiz. Shu baza dvoykam juda ham ko'p kishiga yoqqan. Buni kritini ikkinchi etajga, prям eskalatorni oldiga rezalar yashakishidan olganman. Va bugun lookimiz mana shu bo'ladi. SPF manda mana shunaqa. Kстати, qachondan beri sizlarga uxudlarimni obzor qilmagan ekanman. Juda ham ko'p uxudlarim tugayapti. Yangilari kelganida ularni odzivini sizlarga olishim kerakda. Прям bo'lgan ko'rishacham. Mani makiyajim tayyor. В общем-то, nima uchun men faqat jiddiy основаlarni jiddiy makiyaj qilaman. Hech qanaqa pudra qilmayman. Altiraydi mani yuzchalarim. Chunki suxoy produktlar yuzni более qaritadi и plus yoshingizga yosh berib ko'rsatadi. Важно qilsalarsizlar, bu естественный ko'rinadi. Такой прям естественный. Прямо bunida aytganimdek sizlarga, kстати, uxudimni videosini olishim kerak. Полностью shanba kuni dam olaman. Garderobimni полностью obzor qilmoqchiman. Nima deysizlar? По-моему, hammaga интересно-da, juda ham ko'p ko'ylakchalarim. Plus mani juda ham ko'p video oladigan narsalarim, to есть stativ, proyektor, boshqa narsachalar, ularga ham obzor qilaman. В общем, qaysi videomni birinchi o'ringa olay? Sizlar kommentariyaga yozinglar, men ungacha kiyaman. Qizlar, bugun labimni вообще boshqa xil bo'yadim. Ukrim makiyaj qilganimga menga juda ham yoqdi, такой нежный. Miss Face 776 qalam, Lux Visage 121 pomada. Faqat mana buni qilardim. Vivian Sabo 02. Bu ozgina qizilroq, такой коричневыйroq, mulatkaman. Shuning uchun menga bu yaxshi turibdi. Agar sizlar ozgina svetliroq bo'lsalar, sizlar ochroq odam bo'lsalar, sizlarga bu temni bo'lishi mumkin. Abayam Instagramga 100 ga bo'lishimga ozgina qolgan. Давайте sizlar menga подписка, men sizlarga videochalar. Всё, всем пока. Пока.